Nima bo'ladi bu 2 million pul? Ikkita narsa olaman xolosmi? To'ygacha hali bor-u, dadam hozir shunga yetarli kiyimlar topib turinglar dedilar. Shunga har hafta ishlab pul beraman dedilar. Yana pul bersalar yana kelaveramiz. Nima men senga har hafta xotinlarga o'xshab kiyim qilgan kelamanmi? Yaxshimikin narsalari? Aka bir buni qarab oling. Hozir qarab ol. Aka, bu narsalar sifat yaxshimi o'zi? Aka, bizda faqat Turkiya mahsulotlari, narxi ham, sifati ham zo'r. Mana aka, rahmat. Sog' bo'lasiz. Aka, adashib yukka solib qo'yibsizlar-ku. Adashganimiz yo'q. Bu bizdan sizga sovg'a. Kiyib yuring, sizga yarashadi. Singlim, bu sizga. Nimaga? Otangizga olib borib berasiz. Bizni brend house do'konimizdan to'y